10 yil oldingi versiyangizni eslaysizmi hech? Taqqoslaganmisiz? O'zgarganmisiz? O'sganmisiz? Nafaqat jismingiz, qalbingiz, ongingiz, ruhingiz o'zgarganmi hech? Qanchalar o'zgargan? Rozimisiz o'zingizdan? Siz buni xohlasangiz ham, xohlamasangiz ham hayot sizni o'zgartiradi. Bu videoni tanlaganimdan sabab har bir ayolimiz 10 yil oldingi versiyalarini bir marta bo'lsa ham ko'z oldilarini aytalishlarini istadim. Chunki meni yurakdan ko'p kuzatadigan, ruhan his qilib kuzatadigan ayollarimizdim ko'p. Shaxsan meni o'zim 10 yil oldingi versiyamni o'ylasam, xursand bo'lib ketaman. Hozirgi hayotimni 10 yil oldingi versiyam yaratganini tushunib yetganman. Ya'ni biza hayotda qiyinchiliklarimiz, hayot sinovlarimizni hech kimni ayblamasdan, hech kimni sababchi qilmasdan, o'tmishdagi hayotni biza kavlamasdan, eslamasdan, boricha shunchaki qabul qilib, xursand bo'lib eslasakkina bizani yangi versiyalarimiz kashf etilishini tushunganman. Har bir ayolimizga tilakim, har bir minutimizni qadrlab, har bir minutdagi versiyamizni hurmat qilib yashashlaringizni tilab qolaman.